Ko'pchilikda bo'ladigan ichki savollar: nega men xohishlarimga erisha olmayapman? Nega men kutuvlarimga erisha olmayapman degan ichki savollar qiynaydi. Yokida ko'pchilik qandaydir bir o'zlari xohlagan yo'nalishda bir natijaga erisha olmaydilar. Buning sababi ichki stress. Ko'pchilikda hozirda ichki stress mavjud, ya'ni ruhiy bosim. Ruhiy bosim har qanday manbadan kelishi mumkin. Balki atrofidagi insonlar tomonidan, balki qaysidir ishidagi o'xshamaslik, ya'ni natijasizlik tomonidan ruhiy bosimga tushishi mumkin. Ruhiy bosim bu doimiy tarzda insonda qo'rquv, xavotir orqali keladi. Endi bu insonni nima qiladi? Qanday holatga tushiradi? Stress. Inson doimiy tarzda surunkali stressda yurar ekan, hech qanday natija bo'lmaydi hayotida. Birinchi ochratda inson stressdan qutulishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi stressdan qanday qutulish kerak? Ko'pchilik stressdan qutulardim agar pulim bo'lganda. Stressdan qutulardim agar atrofimdagilar meni qo'llab-quvvatlaganda, yordam berganda deb aytishadi. Atrofdagilar qo'llab-quvvatlaganda yokida pulingiz ko'p bo'lganda siz stressdan chiqib ishlaringiz yaxshi bo'lib ketishi mumkin, yokida atrofingizdagi insonlar sizni hurmat qilishni boshlashi mumkin. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Pul qanday insonlarga keladi? Pul qanday insonlarni hayotiga ko'proq yokida yetarli bo'ladi? Albatta, xotirjam, o'zini bosib olgan va o'ziga ishonchi baland insonlarga pul yetarli yokida ko'p miqdorda bo'ladi. Endi sizga savol. O'zingizga bo'lgan munosabatingiz qanaqa? Ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonch qanday? Siz bu hayotda, hozir yashab turgan hayotingizda xotirjammisiz? Yokida kelajakda nimalar bo'ladi? Kelajakda qanday yashayman? Qanday hayot kechiraman? Orzularimga, istaklarimga erisha olamanmi degan qo'rquvlar sizni qiynaydimi? Aynan hozir sizni qiynab turgan nima? O'zingizga bo'lgan ishonchsizlikmi? Yokida siz xavotirdamisiz? Xotirjam bo'la olmayapsizmi? Nima sizni qiynayapti? Mana shu savolga birinchi ochratda javob topish kerak bo'ladi. Shundagina inson stressdan chiqishni boshlaydi. Inson qachon stressga tushadi? Stressga tushishni eng katta sababi bu umidsizlik, ya'ni ishonchsizlik. Inson o'sha nimanidir o'xshata olmasligiga yokida erisha olmasligiga, o'sha xohishi amalga oshmasligiga ishonadi. Shundagina inson stressga tushadi. Xo'p, ana endi siz nima uchun ishona olmayapsiz? Aynan nimalarga ishona olmayapsiz? Mana shu holatlarni ildizi bilan topishingiz kerak bo'ladi. Siz mana shunday xavotirli, qo'rquvli fikrlarni qachondan o'zingizga shakllantirdingiz va qanday muhit orqali o'zingizga shakllantirdingiz? Aynan mana shu savollarga javob topish orqali inson o'zini e'tiqodlarini yaxshilaydi, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchni o'zgartiradi. Ishonch o'zgargandan keyin insonni dunyo qarashi o'zgaradi. Dunyo qarashi o'zgargandan keyin uni harakatlari o'zgaradi va inson harakatlanish orqali natijaga erishadi. Siz o'zingizga bir qarab yokida o'zingizni yuqoridan kuzatganmisiz? Bu narsa faqatgina insonga berilgan tuyg'u. Hech qanday hayvonga ham bunday tuyg'u yo'q. Ya'ni siz o'tirasiz. O'tirgan holatingizda yuqoridan o'zingizni kuzatasiz. Siz qanday holatdasiz? O'zingizga baho berasiz. Ya'ni titragan, qo'rqqan, xavotirli inson aynan qanday inson? Mana shunday baholash faqatgina insonga berilgan xislat. Siz mana shu holatingizni chuqurroq o'rganishga harakat qiling. Ya'ni hozir aynan meni nima qiynayapti? Men nimadan qo'rqyapman? Men nimadan xavotirlanyapman? degan savolga javob topishingiz kerak.
Yuqorida aytib o'tilgan vaziyat, voqealar sizning ham hayotingizda sodir bo'layotgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.